mashg'ulotlarda yoki o'yin vaqtida futbolchilarni mana shu qora jiletkalarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ko'pchilik buni oddiy sport ichki kiyimi deb o'ylaydi, ammo uning vazifalari juda ko'p. Zamonaviy atribut ilk bor 2007-yil Shimoliy Irlandiyaning Stad Sports kompaniyasi tomonidan futbol klublariga taklif qilingan. Futbolchining kuraklari o'rtasiga Viperport nomli GPS datchik o'rnatiladi. U futbolchining ma'lumotlarini to'playdi hamda onlayn rejimda murabbiylar shtabi va shifokorlarning smartfoni, telefoni va noutbuklariga uzatadi. Jiletkaning vazifasi esa datchikni ushlab turishdan iborat. GPS tracker umumiy ko'rsatkichlar, puls, tana harorati, yugurish tezligi, bosib o'tgan masofa hamda shaxsiy ko'rsatkichlar, tezlik, intensivlik, tezlanish, qadamlar soni kabi kerakli ma'lumotlarni, shuningdek issiqlik xaritasini ko'rish imkoniyatini beradi. Bu esa o'yinchining zaif hamda kuchli tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, ularning yordami bilan bosh murabbiy kim mashg'ulotlarda to'liq qatnashayotganini va kim ochiqchasiga undan bo'y o'tib olayotganini ko'rishi mumkin. O'rganishlar natijasida mazkur gadjetlar tufayli hozirda jarohatlar soni keskin kamaygan. Chunki u orqali futbolchining maydondagi harakatiga qarab shifokorlar o'yinchilarning sog'lig'iga ham baho bera olishadi. Viperport o'yin vaqtida hech qanday noqulaylik keltirmaydi. Uning og'irligi atigi 45 grammdan, narxi esa 240 yevroni tashkil etadi.